Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamsiz diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Qinshaojang harbiy qismlarni ziyorat qilganda urush tayyorligini kuchaytirishni ta'kidladi. Atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq Partiya Komitetining yangidan tayinlangan sekretari Qinshaojang Abdunum Rayonluq Partiya Komitetining muavin sekretari va qo'rjaq rais Erkin Tunyas Xitoyning atalmış 1 avgust armiya bayramiga udullab Sharq Turkistondagi Xitoy harbiy qismlarini qurolliq saqchi qismlarini ziyorat qildi va atalmış muqimlikni qo'g'dash harbiy mashq va urush tayyorligini kuchaytirish qatorliqlarini ta'kidladi. Xitoy tashviqot organi Tangritog' to'rining xabarida bildirilishicha, mazkur Xitoy amaldorlari 29 iyul Urumchida Xitoyning qurolliq saqchi qism bosh atridi organi, quruqliq armiya to'pchilar qismi, havo armiya bazasi qatorliq joylarni atalmış xalq askarlarini ziyorat qilgan. Qinshaojang Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikda bosh rol o'ynagan Xitoy harbiy qismlari va qurolliq saqchi qismlarini maqtab, ularning Xitoy rejimining Sharq Turkistonni kontrol qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirganligini, diqqatni jamiyat muqimligiga markazlashtirganligini, Xitoyning xavfsizligi va Sharq Turkistonning jamiyat muqimligini sadoqatmanlik bilan qo'g'diganligini da'vo qilgan. Qinshaojang yana boshqa organ tarmoqlarining Sharq Turkistondagi harbiy qismlarining harbiy mashq va urush tayyorligini butun kuchi bilan qo'llashi kerakligini, harbiy xodimlarga nafiqa berish, e'tibor berish siyosatini yaxshi amaliylashtirish kerakligini bildirib, Sharq Turkistondagi harbiy saqchi qismlarini texnik kengaytirish, kuchaytirish kerakligiga ishorat qilgan. Yangidan tayinlangan Xitoy amaldori Qinshaojang vazifaga o'ltirgandan keyin Sharq Turkistonning har qaysi joylariga tekshirishga borganda Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatlarini izchil ta'kidlamoqda. Trump Xi Jinping bilan ko'rishishni talab qilmaganligini ta'kidladi. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoy raisi Xi Jinping bilan ko'rishishni planlayotganligi to'g'risidagi axborot vositalarining xabarlarining yolg'on ekanligini aytdi. Trump hech qachon Xi Jinping bilan ko'rishishni talab qilmaganligini, faqat taklif qilingan taqdirda undan Xitoyni ziyorat qiladiganligini bildirdi. Amerika prezidenti Donald Trump dushanba kuni e'lon qilgan bayonotida Xi Jinping bilan ko'rishish planining yo'qligini, Xitoyga berish ehtimolligining borligini, ammo buning faqat Xi Jinpingning taklifi bilan amalga oshadiganligini aytdi. Trump ijtimoiy taratquv hisobida e'lon qilgan bayonotida yolg'on xabar taratquvlari mening Xitoy raisi Xi Jinping bilan bir ko'rish planimning borligini yozibdi. Bu to'g'ri emas. Mening bunday planim yo'q. Men Xitoyga ziyoratga berishim mumkin. Ammo bu faqat Xi Jinpingning taklifi bilan bo'ladi. Bu taklif allaqachon qilinib bo'ldi. Bo'lmasa qiziqmayman. Bu ishga ko'ngil bo'lganlarga rahmat deb yozgan. Bu paytlarda Amerika Moliya ministri Scott Bessent bilan Xitoy muavin bosh ministri Xalifing riyosatchilik qilayotgan 3-bosqichliq Amerika-Xitoy savdo suhbati chorshanba kunigacha Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda davomlashdi. Trump yakshanba kuni e'lon qilgan bayonotida hukumatining Xitoy bilan savdo kelishimi hosil qilishga yaqinlashganligini aytgan, ammo tafsilotini oshkorlamagan edi. Texamo ko'plagan g'arb davlatlari Falastinni e'tirof qilishga qadam bosmoqda. Angliyada 200 dan ortiq parlament a'zosi bosh vazir Keir Starmer Falastin davlatini e'tirof qilishga chaqiriq qilingan bir maktubga imzo qo'ygan. Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, dushanba kuni Sky News televiziyasining ziyoratini qabul qilgan savdo ishlari vaziri Reynolds vazirlarning Falastin davlatini e'tirof qilishni xohlaydiganligini va buni amalga oshiradiganligini aytgan. Reynolds bu qadamning hozirgi parlament mezgilida amalga oshmaydiganligi to'g'risidagi savolga shundoq, agar biz ehtiyojli bo'lgan qadamni tashlay olsak, bu hozirgi parlament mezgilida amalga oshadi deb javob bergan. Reynolds G'azzoning ahvolining intayin qiyin ekanligini eskartib, havodan yordam buyumlarini tashlash orqali tarqitish masalasida endi saqlab tura olmaymiz. Birer ish qilishimiz kerak. Hammamiz insonparvarlik jihatdagi yetarsizlikni ko'ryapmiz, dedi. Ba'zi xabarlarga qaraganda, Angliya bosh vaziri Keir Starmer hukumatning bir qism yuqori darajalik a'zolarining Falastin davlatini darhol e'tirof qilish haqidagi besimiga duch kelmoqda ekan.
Buningdan sirt Kanada hukumati Falastinni e'tirof qilmaslik va bu e'tirof qilishni ma'lum shartlarga bog'lamaslik masalasini ko'zdan kechirmoqda ekan. O'tgan hafta Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Parijning sentabrda o'tkaziladigan BDT umumiy kengashi yig'inida Falastinni e'tirof qiladiganligini jakarlagan edi. Halbuki bu o'zgarishlar Isroiliya bilan Amerikaning noroziligini qo'zg'agan bo'lib, Kanada hukumati Falastinning davlat bo'lishini qo'llaydiganligini jakarlagandan keyin Amerika prezidenti Donald Trump ijtimoiy taratquv hisobida Kanadani ogohlantirib, Kanada Falastinning davlat bo'lishini qo'llaydiganligini yangi jakarlabdi. Bu bizning ular bilan savdo kelishimi tuzishimizni intayin qiyinlashtirib etdi, deb yozdi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.